Baxtli ekanligingizni, omadli ekanligingizni his qilish uchun ushbu amaliyotni albatta bajarib ko'ring. Buning uchun bugun vaqt topib 30 ta tosh terasiz. Iloji boricha rangi qora bo'lsin va o'zingizga quloq solishni boshlaysiz. Har xafa bo'lganingizda, ranjiganingizda bitta toshni bankiga joylaysiz va bu amaliyotni 30 kun davomida qo'llaysiz. Toshni qalbingizda og'ir yuk qilib ko'tarib yurmang. Bizning hayotimizda har kimning o'z o'rni, o'z vazifasi bor. Siz yomon deb o'ylagan odamning o'rni aslida shunchalik muhimki, agar u bo'lmasa, bu dunyoning muvozanati buziladi. Hatto zahrini sochib turgan ilonning ham zahridan dori tayyorlashadi.